Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun bir hikoya aytib beraman. Bu hikoyani diqqat bilan eshitasiz. Chunki biz uchun juda ham muhim. Buni nima uchun muhimligini hikoyani so'ngiga qadar diqqat bilan eshitgandan so'ng anglashimiz mumkin bo'ladi. Abu Bakr Asadi degan odam aytadiki, bir yili hajga bordim. Abdulloh Bag'aviy va Abu Bakr Qori degan odam ham hajga bordik. Demak, 3 kishi hajga boryapti. Biri Abu Bakr Asadi, ikkinchisi Abdulloh Bag'aviy va uchinchisi Abu Bakr Qori. Madinaga borsak deydi. Madinaga borsak, Bag'aviy mening yonimga keldi va shunday dedi. Mana bu yerda bir odam atrofiga insonlarni yig'ib olib, masjidda o'tirib yolg'on gaplarni gapirib o'tiribdi. Aytayotgan gaplarini haqiqat bilan deyarli hech bir aloqasi yo'q. Safsata sotyapti. Yolg'on hadislar, to'qima hadislar aytyapti. Yolg'on narsalarni gapiryapti, boshqa. Ketdik, biz boramiz, u bilan gaplashamiz. Unga bu ishi noto'g'ri ekanligini aytamiz va man qilamiz bunday qilishini. Keyin men unga aytdim deydi Abu Bakr Asadi. Bizni gapimiz hozir unga ta'sir qilmaydi. Atrofida juda ham odam ko'p va biz Bag'dodda emasmiz. Bag'dodda bo'lganimizda edi, bizni maqomimizni, kimligimizni bu odamlar bilishgan bo'lardi va bizga quloq solishgan bo'lardi. Afsuski biz Bag'dodda emasmiz. Bilasiz aziz tomoshabin, o'sha paytlarda Bag'dod ilm markazi bo'lgan. Kitoblar Bag'dodda yozilgan. Ya'ni bu yer Bag'dod emas. Bu yerda bizni bilishmaydi, bizni tanishmaydi va aytganimizni qilishmaydi. Boshqa bir ish qilamiz. Nima qilamiz? Abu Bakr Qori masjidning bir chekkasiga borib qiroat bilan Qur'on o'qishni boshlaydi. Maqsadimiz u ko'r, yolg'on gapirayotgan ko'r odamning atrofidan odamlarni tarqatish. Aql bilan nima qilishimiz kerak? Ish qilishimiz kerak. Abu Bakr Qori borib qiroatni boshladi va odamlar sekin u odamning atrofidan tarqalib ketishdi va qoridan Qur'on eshitish uchun uning atrofida jam bo'la boshlashdi. Ko'r odam birozdan keyin yolg'iz qoldi. Bu payt boyagi ko'r odam uni yetaklab yuradigan sherigiga shunday deganini eshitdim. Ne'matlar mana shunday qo'ldan ketadi. Ya'ni yolg'on sabab ne'matlar qo'ldan ketadi. Buni uni o'zi juda yaxshi bilardi. Lekin qilayotgan ishini bir zavqi bor. Yolg'onda ham bir zavqi bor. O'shaning uchun qilardi. O'shaning uchun har bir ishni biz bugun qilar ekanmiz, aql bilan qilishimiz. Har bir yanglishni aql bilan tuzatishga urinishimiz eng to'g'risidir. Har xato qarshisiga bir to'g'rini, har yolg'on qarshisiga bir rostni qo'yish bilan tuzalish amalga oshadi. Aql va farosat bu yerda muhim rol o'ynaydi. Hayotda bo'ladi, biri bilib bilmay, kimdir bilib qiladi, kimdir bilmay xato qilayotgan bo'lishi mumkin. Birinchi qiladigan ishimiz buni unga aytish, bilmadim uni haqorat qilish, uni quvib solish emasdir balki. To'g'risini topishdir balki eng birinchi qilinadigan ish. To'g'risini topish, uni qilish, amalga oshirish kerakdir balki. Kimnidir xatosini topishdan, uni fosh qilishdan, xalqning oldida sharmanda qilishdan, sharmisor qilishdan aslida oson ish yo'q. Lekin bu to'g'rimi? Maqsadimiz kimnidir yakson qilishmi, yo'q qilishmi va yoki u qilayotgan yanglishni tuzatishmi?
atrofimizdagi yanglishlarni tuzatishmi? Agar maqsadimiz bir yanglishni tuzatish bo'ladigan bo'lsa, unda to'g'risini o'rtaga qo'yamiz. To'g'risiga jalb qilamiz insonlarni. To'g'risini targ'ib qilamiz. Har narsada, har narsada, katta kichik narsalarda hech farq yo'q. Biri yolg'onlar bilan band bo'lsa, uni haqorat qilganimiz bilan u tuzalib qolmaydi. Aksincha, battar bo'lishi mumkin. Ko'proq zarar berish uchun, ziyon berish uchun bel bog'lashi mumkin. Biri yolg'onlar bilan band bo'lsa, siz rostlar bilan band bo'ling. Rostlarning va rostgo'ylarning sonini ko'paytiring. Biz jamiyatimizga bu yo'l bilan foydali bo'lishimiz mumkin. Va yana takrorlayman, bu katta bir ishlarda emas, hikoyada keltirilgan kabi yo'q, kichkina narsalarda. Atrofimizga qaraylik, juda ham ko'p yanglishlar bor. Juda ham ko'p ular. To'g'ridan yanglish ko'p. Agar biz to'g'rilarni ko'paytirsak, o'z-o'zidan yanglishlarning soni kamayadi va biz bir inson o'laroq ham, bir oila o'laroq, bir davra o'laroq, bir jamiyat o'laroq ham tuzalish tomon ketayotgan bo'lamiz. Bugun bu edi sizga aytmoqchi bo'lganlarimiz. Aziz boshingiz omon, yo'llaringiz ravon, Yaratganning doimo panohida bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.